Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Charchamasdan ishlayapsizlarmi musofirdagilar? Bizga o'xshab sovuqlarda qiynalmay ishlayapsizlarmi? Xudo xolasa ishlarimiz yakuniga yetib qoladi dedi. 100 donacha bloyimiz qoldi. Xudo xolasa abidgacha urib olsak, ishlar tugatamiz. Seysmik alunmasini xudo xolasa 1 oylardan keyin yana pulni to'plash bo'lsa keyin quyib beramiz. Bittadan endi bekarchilik. Ishlar ko'rib chiqasizlarmi bunachilar? Qanaqa bo'lgan? Sen gapirib tur. Men ko'rsatib ketolmam-da. Obunachilar mana bloylar ham yaxshi bo'lar ekan, shilaka bloylar. Siroj akam aytishi bo'yicha biz uyga qilyapmiz, ukam uyga issiq zo'r yashayapti deb. Endi bularga ham tavsiya qilib ko'rdik. Endi mana bitta peregrotamiz qoldi, endi hozir tugaydi. 1 soatlarda urib olamiz. Ishlar yakuniga yetadi. Obunachilar, uyimizni tepa tomonidan ko'rinishi. Bu robotxona. Mana edi oshxona. Narigi spalni. Mehmonxona. Yana yotoqxona, hammom, tualet. Detskiy xona, hammom, tualet. Bu yer hol endi bu o'rtadagi kichkinagina joy. 1 metrdan bilampiya bo'lsa yana ham kichayadi bu yer. Bitta mashinaga joy bor. 1.8 ga tushgan yer endi. 1.8 yer bo'lgan, shunga tushgan xonalar endi. Bitta mashina bu yoqqa kirolmaydi endi. Egalar aytishyapti, managa akfa qilib to'sib, bu yog'ini ham tepasini tomini birga yopib olib, anaqa ichkanaqa qilib qo'yamiz, o'tiradigan deyapti bu yerda ham. Tayyor yopiq anaqa bo'lib qoladi-da. Yozgi oshxona. Biroz ovqatni oshxonadan qilib chiqib, o'tirib yeydigan xona bo'lib qoladi. Issiq bo'ladi bu yerda, xudo xolasa. Kolonnalar konkretni tashab ketilgan. İşte holatlari chotki, xudo xolasa. Kolonnalar to'qib tashlangan. Kuzatuvlar obunachilar, xudo xolasa keyingi ishlarni ham qo'yib borishga harakat qilamiz. Obunachilar, ish tugatib oldik, xudo xolasa. Oxirgi ishlarni qo'yib, endi xudo xolasa hamma yo'lda egasiga berib, uyga yo'l olamiz endi. Ish bo'yicha telefon qilsanglar, tepada nomer qo'yib ketaman. Telefon qilaverasizlar. Yoz emasdan, qish demasdan ishlayveramiz. İnşallah. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.